Assalomu alaykum. SIP Zimnadens class guruhimiz a'zolari, SIP ixlosmandlari, qadrli ustozlar. Ushbu xalqaro sertifikat 3 yil davomida 50% ustama berishi barchangizga ma'lum. Hech qanday yosh chegarasidan qat'iy nazar barcha pedagoglarimizga beriladi. SIPda jami 1600 ball bo'lib, ingliz tili qismi uchun 800 ball va matematika qismi uchun ham xuddi shunday 800 ball beriladi. Biz esa matematika qismidan 800 balldan eng kamida 700 ballni qo'lga kiritishimiz lozim bo'ladi. Buning uchun esa ozgina mehnat qilishimizga to'g'ri keladi albatta. Barchangizga omad tilagan holda Desmos programmasida ishlashni o'rganamiz. 3-darsimizni boshlaymiz. Ya'ni mock test 3dan sizlar uchun yana 5 dona misolni tanlab oldim. Shu misollarni Desmos programmasida tahliliga o'tamiz. Avvalambor bizga albatta Google Chrome programmasi kerak bo'ladi va Desmosni ochib olamiz. Endi bizda birinchi savolimizda mana the function f is defined by fx 6 kvadratning setda what is the value of 3 value of f3. Ya'ni ushbu funksiya berilgan ekan, ya'ni ushbu funksiya aniqlangan. What is the value of f3? Ya'ni 3 ni qo'yganimizda, x ning o'rniga 3 qo'yganimizda qanday javob chiqadi degan savol beryapti. Biz ushbu funksiyani, ya'ni Desmos programmasida faqat x va y ni qabul qiladi ustozlar, fx ni qabul qilmaydi. Shuning o'rniga y ni yozib ketaman. Y barobar x ning kvadrati minusdan 3. X ning kvadrati minusdan 7 edi. X ning kvadrati minus 7. Hop, endi bizda qanday savol berayotgan edi? X ning kvadrati, ya'ni 3 qo'yganimizda qaysi javobga to'g'ri keladi? 3 qo'yganimizda. Mana 3 qo'yganimizda nima? 3 qo'yganimizda mana bu yerga to'g'ri kelyapti ekan. Mana 3 qo'yganimizda 2 degan javobga to'g'ri kelyapti demak. Bizda javobimiz C javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savolimiz. Xo'p, demak, tenglamalar sistemasini beribdi. How many solutions the given system of equation. Ya'ni berilgan tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega ekan degan savol beryapti. How many solutions? Nechta yechimi bor? Ushbu ikkala funksiyani men vaqtlaringni olmaslik uchun tayyor qilib yozib oldim Desmos programmasiga. Mana o'sha misol. Ya'ni demak, yuqori qismini Desmos programmasining yuqori qismiga va past qismini esa mana Desmos programmasining tagiga yozib oldim, ya'ni ikkinchi qismiga. Qizil, mana qizil bilan berilyapti. Mana o'sha qizil to'g'ri chiziq. Mana qizil bilan berilayotgan to'g'ri chizig'imiz mana bu holatda. Bunisi esa ko'k rangli to'g'ri chizig'imiz. Mana ko'k rangli, bunisi qizil edi, mana bunisi qizil rangda edi. Endi bizda ko'k rangli bo'ladi 8. Mana bittasi mana bu qizil rangda, ikkinchisi esa mana bizda ko'k rangli, ya'ni ikkalasi ustimiz tushib qolyapti. Agar ikkita funksiya berib, ular ustimiz tushib qoladigan bo'lsa, bizda cheksiz ko'pgacha, ya'ni infinity mini solutionga to'g'ri kelib qoladi. Mana shunda bizda D javob ekan. Keyingi savolimiz. Kvadrat tenglama. Mana bu 0 ning o'rniga biz y ni yozib ketishimiz kerak. Ya'ni kvadrat tenglamani kvadrat funksiya ko'rinishida o'tkazib olishimiz kerak. Bu kerak emas, chiqib ketamiz. Endi bunisidan mana y barobar xuddi shuni davom ettirib ketsak bo'laveradi. X kvadrat. Oldinga uchini qo'yamiz. Plusdan x minusdan 2. Menimcha shunday edi, demak 3x kvadrat plus x minus 2. The solutions to the quadratic equation above A va B, what is the value of A plus B? Ya'ni kvadrat tenglamaning ildizlari, ya'ni the solutions ildizlari A va B bo'lsa, A va B ning qiymatini toping. Ya'ni x1 plus x2 ni so'rayapti. Shunda biz x1 x2 mana ozgina mana bu yerda demak x1 qiymatini topamiz. Mana -1 ekan bitta qiymati esa mana
0,6667 degani cheksiz davr asrga kelyapti. Bu 0,6 degani 6 taqsim 9 bo'lib, 3 ga qisqartirib yuborsa 2 taqsim 3. Endi bizda faqat x ning qiymati, ya'ni x o'qini kesib o'tuvchi nuqtalari bizda kvadrat tenglamani yechimlari hisoblanadi. Shunda bittasi -1 ga, bittasi 2 taqsim 3 ga. Ikkalasini qo'shib yuborsak, -1 taqsim 3 ga teng degan javob bo'ladi. Mana bu javob ekan. Keyingi savolimiz: What is the y coordinate of the y-intercept the graph? Endi demak, ushbu grafik bo'yicha y o'qini, ya'ni y-intercept y o'qini kesib o'tsa, y ning koordinatasi qanday? Shu funksiyani desnusga kirgizib olamiz. Hop, bizda y barobar 3 ning x-inisi plus 9, 3 ning darajasida x plus 9 ekan. Mana bizda ushbu holat. 3 ning darajasida x plusdan 9. Mana bizda mana bu funksiya. Mana bu holatda turgan funksiyaga aylanar ekan. Bizda savolda y koordinatasini kesib o'tsa y nima bo'ladi? Y koordinatasini kesib o'tsa y. Mana x ga 0 qo'yganimizda y 10 dan kesib o'tyapti. Ya'ni y ning qiymati 10 ekan. Ya'ni x ga 0 qo'yganimizda mana bu yerda 10 degan javob chiqadi. Ya'ni y koordinatasini kesib o'tish uchun y ga, ya'ni x ga 0 qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda y barobar 10 degan javobni yozib ketishimiz kerak. 21-savol. Agar fx funksiya ushbu holatda bo'lsa va gx funksiyaga transformatsiya qilinyapti, ya'ni ko'chirib o'tkazilyapti. Which of the following describes the transformation? Ya'ni ko'chirib o'tkazish quyidagi javoblardan qaysi biriga to'g'ri keladi? Men bu funksiyani ham ko'chirib oldim, ya'ni mana o'zimizga osonroq bo'lish uchun albatta bu desnusga ko'chirib oldim. Mana ikkala funksiyani, mana bu tepadagi yuqorisida turgan funksiya, mana bu pastdagi esa mana bu pastdagi funksiya. Ya'ni bizda qizil grafik mana bu yerda joylashgan ekan. Qizil grafik demak 7 bilan 8 yoki 8 bilan 9 ni orasi mana 1 ga teng. Demak bizda mana bu nuqta bilan mana bu nuqtani belgilab olamiz. Demak, mana bu bitta katta chiziq 1 deb hisoblasak, demak qizil chizig'imiz mana pastga tushyapti. Ya'ni mana bu yerga bitta, ikkita. Demak 2 birlik 10 ga, demak 3 birlik pastga. 2 birlik 10 ga, 3 birlik pastga. Endi javoblardan mana. Javobda 2 birlik right, ya'ni to'g'riga 10 ga degani 3 birlik down pastga, 2 birlik 10 ga va 3 birlik pastga. Bizda ham xuddi shu holat. 2 birlik 10 ga, 3 birlik pastga degan javobda, shunda bizda A javobga to'g'ri keladi. Mana ustozlar, qo'limizdan kelganicha keyingi darslarda ham ya'ni misollarni turfa xilligini o'zgartirishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Rahmat barchaga, sog' salomat bo'linglar.